Assalomu alaykum. Siz bilan yana doktor Alimov. Bugungi videoning mavzusi bu nega ko'pincha bolalarda temperatura qilganda tutqanoq xurujlari yuzaga keladi yoki buni ikkinchi nomi febril xurujlari. Febris degani bu temperatura boshqacha nomi. Ya'ni bu videodan shuni ko'rishingiz mumkin. Temperatura payti nega bolada tutqanoq bo'ladi? Uni qanday davolash mumkin? Uni qanday belgilari bor va uni yaxshi davolanmasa qanday jiddiy asoratlarga olib kelishi mumkin. Xo'p, febril xurujlar ko'pincha 6 oylikdan boshlab 5-6 yashar bolalar o'rtasida eng ko'p uchraydi va uchrash darajasi 18 oylikdan 22 oylikda o'rtasida juda ko'plab febril xurujlarni uchrashini ko'rishimiz mumkin. Xo'p, febril xurujlar bilan epilepsiya kasalligini bir-biridan nima farqi bor? Epilepsiya kasalligida xurujlar yuzaga kelishlik uchun unda temperatura bo'lishi shart emas. Ya'ni xurujlar temperaturada bo'lsa va bo'lmasa ham xurujlar ketma-ket qaytarilishi mumkin. Lekin febril xurujlarni paydo bo'lishligi uchun albatta unda temperatura baland bo'lishi va bunda temperatura balandligidan keyin xurujlar sodir bo'lishi mumkin. Xo'p, buni qanday tushunish mumkin va buni qanday kelib chiqishi bor? Kasallikni tushunishdan oldin ekranga juda ham yaqin o'tirib olamiz. Bu kasallikni kelib chiqishda turli xil nazariyalar mavjud. Asosiysi bu bola qanaqadir shamolladi deylik misol uchun. Unda gripp bormi, yuqori nafas yo'llari infeksiyasi bormi, o'tkir ichak infeksiyasi bormi? Borinki o'sha temperatura ko'tarilishiga olib kelinadigan har qanday holatda temperatura 38, 39, 40 bo'lgan payti odam organizmida ikki xil ion bor. Natriy, kaliy, kalsiy kabi 2-3 xil kerak bo'lgan miyadagi ionlar mavjud. Endi bu temperatura baland payti o'sha mikroelementlar disbalans bo'ladida va bu yerda miyalarda sitotoksik shish hosil bo'lishni boshlaydi. Bu shish natijasida xuruj qo'zg'alib qolishi mumkin. Bu bir. Ikkinchisi, miyada ikki xil mediator mavjud. Mediator degani miyani bitta hujayradan ikkinchi hujayraga informatsiya olib o'tuvchi tuzilma hisoblanadi. Mediatorlarning birinchisi GAMP bu tormozlovchi mediator, ikkinchisi bu glutamat qo'zg'atuvchi mediator. Aynan temperatura chiqqan paytda ayrim bolalarda GAMP tormozlovchi tushib qolib, qo'zg'atuvchi ustun bo'lib qolgan paytda xurujlar yuzaga keladi. Uchinchi holatda bu genetik nazariya, ya'ni febril xuruji bor bolalarni ota-onasida, yaqinlarida, aka-ukalarida ularda ham shunaqangi xurujlar kuzatilganligini ko'rishimiz mumkin. Xo'p, savol tug'iladi. Nimaga unda hamma shamollagan bola, hamma temperatura ko'tarilgan bola doim sudurgi bo'lavermaydi? Buni asosiy sababi baribir ham nasliy moyillikka borib taqaladi. Xo'sh, bu kasallikni qanday bilish mumkin? Birinchi shart bu bolada yuqori temperatura 37, 38, 39, 40 bo'lgan payti bolada to'satdan shaytonlash, sudurgini ko'rishimiz mumkin. Bunda ko'zlar tepaga ketishi, oyoq-qo'llar qotishi, tishlanishlar kabi holatlar bilan ko'pincha generallashgan turda xurujlar namoyon bo'lishi mumkin. Endi xo'p, bu holatda albatta birinchi yordam ko'rsatish kerak bo'ladi. Ko'pincha birinchi yordam ota-onalar tomonidan noto'g'ri ko'rsatiladi. Bunda bolani ko'pincha og'ziga qoshiq tiqish, tilidan tortish kabi metodlarni qo'llanmaslik kerak. Xo'p, bunda qanday bolaga birinchi yordam ko'rsatish kerak bo'ladi? Birinchisi, bolani yonboshga o'tkaziladi. Agar bolada og'izlarining ko'piklari nimadir chiqqan bo'lsa, uni artib olish kerak bo'ladi va bolani hech qachon og'ziga qoshiq tiqish kerak emas. 2-3 minutdan keyin xurujlar o'tib ketgandan keyin kerak bo'lsa tezlik bilan tez tibbiy yordamga murojaat qilish kerak va ular kelgandan keyin bolani tezroq gospitalizatsiya, ya'ni shifoxonaga olib borish kerak bo'ladi. Xo'p, bu qoshiq tiqqanda, bolani og'ziga qo'lini tiqqanda ko'pincha bu bemorlar onasini qo'lini tishlab olish yoki tilini ushlayman deb qolish bu noto'g'ri taktika hisoblanadi. Endi bu kasallikning ikkita o'ta jiddiy asorati bor. Birinchi asorat bu xurujlar payti to'g'ri yordam ko'rsatilmagandan keyin til orqaga ketib qoladi, yuqori nafas yo'llari bekilib qolgandan keyin o'sha bemorda asfiksiya holati yuzaga kelgandan keyin bu jiddiy oqibatga olib kelishi mumkin. Ikkinchisi, bu keyinchalik profilaktik to'g'ri davolanmaganda
epilepsiya kasalligiga yomon asoratga o'tib ketish yoki transformatsiya bo'lish ehtimoligi oshib ketadi. Xo'sh, bu kasallikka qanday diagnoz qo'yish mumkin? Birinchi navbatda nevropatolog ko'rigi talab etiladi. Bolani ko'rib chiqqandan keyin bolada o'choqli o'zgarishlar bo'lishi kerak emas. O'choqli o'zgarish degan payti bu oyoq-qo'llarda, tillarda, ko'zlarda, yuzda jiddiy nevrologik belgilar bo'lmaydi bu kasallikda. Ikkinchisi, bolada agar tinmasdan 5-6 martalab qayta-qayta xurujlar bo'lsa, bunda EEG tekshiruvini o'tkazish talab etiladi. Shu o'rinda aytib o'tish kerak. EEG tekshirgan payti 3 minutlik, 5 minutlik, 7 minutlik, 6 minutlik EEGlar bu kasallikda qilinish kerak emas. Sabab, umuman EEGni protokoli bo'yicha eng kamida EEG 30 minut davom etish kerak va EEG qilganda ham uni protokollariga mos ravishda to'g'ri EEG qilinish kerak bo'ladi. Xo'p, o'zi fibril sudurgada, fibril xurujlarda EEGni qanday informatsiya beradi? Hamma fibril xurujlarda ham EEGda o'choqlar chiqmasligi mumkin. Ikkinchisi, MRT holati. Agar bemorda qanaqadir o'choqli belgilar boshlangan bo'lsa, albatta uni boshini yoki markaziy nerv sistemasini MRT qilib tekshirish mumkin. Shu bilan birgalikda boshqa mutaxassislar, pediatr, infeksionist yoki boshqa tibbiy mutaxassislarning ham konsultatsiyasi kerak bo'ladi. Xo'p, bolaga fibril xuruji deb diagnoz qo'yildi. Xo'p, buni qanday davolash mumkin? Davolagan payti birinchi, ikkinchi xurujlarda birdaniga, uchinchi xurujlarda ham sudurgini epilepsiya dorilari berishlik bu xato. Qachonki bolani o'zida 5-6 martalab qayta-qayta xurujlar bo'lsa va xurujlar orasi juda yaqin bo'ladigan bo'lsa, keyinchalik epilepsiyaning boshqa bir turiga transformatsiya bo'lmasligi uchun исключительно ayrim holatlarda buni qo'yishimiz mumkin, sudurgini dorilarini berishimiz mumkin bo'ladi. Aziz do'stlar, siz va yaqinlaringizda fibril xurujlar bo'lganmi? Siz buni qanday davolagansiz? Yuqoridagi fikrlarimizga qo'shilasizmi? O'z fikrlaringizni kommentariyada uyalmasdan bemalol qoldirishingiz mumkin. Xo'p, fibril xurujlar bilan bog'liq bo'lgan muammolarga konsultatsiyaga hozirmoqchi bo'lsangiz, yuqoridagi raqamlarga telefon qilib qabulga yozdirsangiz bo'ladi. Siz bilan doktor Alimov bo'ldi.